Xullas Instagramda bitta bola yozdi, Muzaffar degan bola. Biz chaqirdik uni. Hozir ulardan bir juft eshitamiz. Fikringlarni izohlarda yozib qoldirasizlar degan umiddaman. Bu biz uchun muhim. Qani boshladik endi. Muhabbat yaprog'i o'zganing rost, chechak ochilsin deb kutganing rostmi? Sevgi gulshanida bir dona bo'lib, bulbulning mehrini kutganing rostmi? Tog'lardek marhamat tilayman senga, daryodek jo'shqin bo'l sevgi bog'ida. Badanga vafoli bo'lsang sen uchun, sahifa ochur baxt kitobida. Sevgi farzosunda uchganlar ko'pdir, ayoldaring o'zini uchganlar ko'pdir. Uchganlar ko'pdir, hattoki dengizni qubiga sho'ng'ib, aslida vafodan qochganlar ko'pdir. Qochganlar ko'pdir. Xullas nima deysizlar, hamma narsani izohlarda yozib qoldiringlar. Sizlarning fikringlar boya aytganimdek juda muhim. Biz ijod qilishdan to'xtamaymiz. Live music Toshkent ko'chalarida. Shunaqa.